Welcome to Washington, D.C., a city of power, history, and culture. As the capital of the United States, it's a place where politics shape the world. But it's also a city brimming with art, innovation, and stunning architecture. Walk through the National Mall. In this video, you're going to be watching the travel vlog that I took when I went to the Washington DC for 1 week as a Flex finalist. Before we begin the video, let me remind you a very few important things. Firstly, this video is not made as professional video. I did my best to make it more enjoyable, more entertaining, and more educational, but at the same time, it might include some unnecessary moments or unprofessional video captures or unnecessary musics. So if you find something unprofessional during that video, please just forgive me on that point. I am just a beginner for the YouTube and this is my first time taking such kind of vlog, so please, if you find something, please just forgive me on that point. Secondly, I don't want to waste nobody's time. That's why whenever we went to the places during that video, not only I showed the places that we went, but also I tried to give as much as information as I know about those places that we went. For example, if we went to the Abraham Lincoln Memorial, I gave information about who was he and what kind of activities or decisions he made and the information about that memorial place. So by just watching this video, you can learn about those places also. So I did my best to give information, as much as information as I know about the places that we went. So I hope you're gonna learn something, at least, history of America by just watching this video. With that being said, this is all the thing that I wanted to remind, but also one quick reminder during that video I spoke in my native language, which is Uzbek. So this is all the thing that I wanted to remind. If you're ready, let's get started. Enjoy the video. Today's bus is going to Washington, D.C. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Meni ismim Boburayim Shahboz. Men hozirda Flex finalistman va hozir Washington DC ga bir haftalik tripga jo'nab ketyapmiz. Hozir Lapok aeroportidamiz. Boshqa Flex finalistlar bilan. Xohlasa mana shu vlogni olib bir hafta nima qilganimni ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu boshqa Flex finalistlar. Hey guys, just say hello and where are you from? Hello, I'm from Serbia. Hi, I'm from Georgia. Salam, men Qozog'istondanman. Men ham o'zim juda ham hayajondaman. Shu Amerika poytaxtiga boryapmiz. Xudo xohlasa mana shu vlogda chiroyli qilib, yaxshi joylarda olib, zo'r vlog olishga harakat qilaman. Hozir Dallasga uchib ketadigan samolyotga o'tiryapmiz. Shu bilan sayohatni davom ettiramiz.
Texasga yetib keldik. Endi Washingtonga uchib ketyapmiz. Qani ketdik. Aeroportda yer shunaqayken. Wow. Dahshat-ku. Hozir sumkalarimizni olishga ketyapmiz. Sayohatni davom ettiramiz. Hello, my name is Fuad and I'm from Turkmenistan, and right now I'm in Washington DC International Airport and with this Uzbekistan exchange student, and so far it's going well. Arsari, tell your feelings and where you're from. I'm from Latvia. Yeah. I feel exhausted after 2 flights, but I feel very excited for the whole civic education workshop trip. So, What about you? I still don't know what to expect. Yeah. I'm also exhausted after 4 hours of flying. Where is your mother from? Where is your mother from? Oh, I'm from Serbia. Oh, Where is your mom's mother? from Yeah. Uzbekistan. Hozirgina avtobusga o'tirdik. Endi mehmonxona tomon jo'nab ketyapmiz. Ketdik. Hozircha hammasi yaxshi, unaqa qiyinchiliklar bo'lgani yo'q. Sayohatimiz ham endi ertadan boshlanadi. Qiziqarli kunlarni kutib qolamiz. Qani, let's go. Mana hozirgina mehmonxonaga joylashdik. Mana hozir bu xonamiz. Bitta bola bilan turibman hozir. Televizor. Qiruvchi mehmonxona hozir. Ovqatlanishga tushib ketishimiz kerak. Hammasi zo'r. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana sayohatimizni ikkinchi kuni kecha mehmonxonaga joylashdik. Introduction, ya'ni tanishuv qismi bo'ldi. Nimalar qilishimiz kerak? Bir haftalik scheduleimiz qanaqa bo'ladi? Hammasi haqida ma'lumot berildi. Endi Xudo xohlasa bugundan haqiqiy sayohatimizni boshlaymiz. Juda ham hayajondaman. Hozir 10 daqiqa ichida mehmonxona pastiga tushishimiz kerak.
nonushta yeyish uchun. O'shandan keyin bizda workshop bor. Workshopdan keyin yana bitta workshop bor. Undan keyin obedlanib muzeyga ketishimiz kerak. National Art of Museum. O'shandan keyin memoriallarga boramiz. Ya'ni Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, keyin Martin Luther King shularda memorialga boramiz ekan. Va undan keyin bitta cultural event, ya'ni basketbol o'yiniga boramiz ekan. Shu bilan deyarli bugungi kunimiz tugab qoladi. Xudo xohlasa harakat qilaman o'sha joylarda yaxshi videolar olib, sayohatimni chiroyli qilib yoritib berishga. Hozircha esa qani ketdik nonushtaga. Mana nonushtaga ketyapmiz hozir. Hamma jurnalistlar bilan qani ketdik, ko'rsatishga harakat qilaman. Good morning. Assalomu alaykum. Mana agentlikcha ikkita workshopimizni nihoyat tugatib oldik. Endi hozir National Art Museumga ketyapmiz va o'sha yerda tushlik qilamiz ekan. Hozircha hammasi zo'r ketyapti. Yangi do'stlar orttirib, yangi tanishlar orttirib, hammasi zo'r. Endi hozir tashqarida yomg'ir va havo juda yomon, lekin harakat qilamiz. Videolarni yaxshi olib, vlogimizni chiroyli qilishga. That's the Washington Monument. It's kind of behind some trees right now. And that's something that you can see from most of the places that we will go today. Washington, D.C. is a planned city. It was not our original capital, but our first president, George Washington, chose this location for the capital of the United States and Congress. And they took land from two of our states, from Maryland and Virginia, to make the capital. Later, they gave most of the Virginia land back to Virginia. Now, I'm not sure why. But if you look on a map, the city is shaped like a diamond with kind of a light out of it. So it was all very created and carefully planned out. So it looks a bit different. I'm sorry. Nihoyat bizning birinchi manzilimiz. National Museum of American History. I don't have everybody gathered. Anaqani bilmayman. Captive from Russia Museum bo'lsa kerak. Hozir ketyapmiz. Ko'ramiz endi ichida nimalar bor ekan. Mana ketdik. Hozir yomg'ir yog'yapti. Hey bro, say hello. Hello. Tell about your feelings. What? Tell about your feelings. Yeah, I'm feeling so great today. It's really exciting. Yeah. Do you know what it is? I think it's some kind of museum. Might be. And you can see very detailed carving. Sayohatimizni davom ettiramiz. Ketdik.
Assalomu alaykum. Hozir bu yerda Amerikagacha uchgacha bo'lgan namoyishlarni nimalarni yozishgan, o'sha namoyishda nimalar deyilganligi hammasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu ekranda ma'lumot olsak bo'lar ekan. Misol uchun bu yerda job for the something shuni bossak bizga ko'rsatib berilgan ma'lumotlarni. Misol uchun following the initial success of Occupy Wall Street movement in New York City, the Occupy DC campaign and set up the campaign. Shunaqa qilib bizga namoyishda nimalar bo'lingan, qanaqa natijalar erishilgan, nima uchun qilingan hammasini haqida ma'lumot berilgan. Mana bu yerda mana o'sha paytda qanaqa namoyishlar bo'lgan hammasini ko'rsatib beradi. Mana Stop Russia Now, mana shu paytgacha bo'lgan mashhur namoyishlarda nima deb yozilgan hammasini o'sha yerda ko'rsatib beradi. Mana hozir shunaqa joyga keldikki, ya'ni ovoz berish, saylovlarda ovoz berish haqida joyga keldik. Ya'ni qanday qilib Amerika saylovlarida ovoz berish tarixini ko'rsatib beradi. Mana keeping vote, ya'ni bu yerda ko'proq ovoz berishga o'zlari xohlagan davlat o'sha ishchisini tanlashga ko'pchilik bu yerda targ'ib qilishgan. Bundan ko'rishingiz mumkin. Rise up, women register and vote. Ya'ni bugun registratsiya qiling va saylovda qatnashing. Buni ertangi kuningiz uchun albatta ovoz beringlar ko'rishingiz mumkin. Voter parking, ya'ni saylovda qatnashadiganlar uchun parking degan qanaqadir antiqa ishoralar bor ekan. Bunda shunaqa ko'rsatgan juda ham ko'p. Ya'ni bu yerda nimalar bo'lgan, namoyishlar bo'lgan, o'sha ovoz berishlar haqida yana nimalar mana bu yerda aytib qo'ygan. Saylovda qatnash yoki shunchaki vafot et shunaqa gaplar bo'lgan. Voter registration headquarters, register now, prepare to speak for yourself at the polls. Ya'ni o'zing uchun gapir, o'zingni ovozingni ko'rsat. Saylovlarda qatnash degan ma'noni bildirgan. Bu yerda hattoki itlarga yozib qo'ygan. Vote as you gone please but vote November 6. Böyle hammasi o'sha kiyimlargacha ovoz berish, vote bu yerda Amerikalarni ko'proq targ'ib qilishga, yana ko'proq saylovlarda qatnashishga o'zlari xohlagan davlat arboblarini tanlashga harakat qilishgan. Mana bu yerda odamlar nima qilganligi haqida o'zlari fikrlarini aytib beryapti. That long ago we didn't have that right to vote and the ability, you know what those suffragettes did for us, like it's just incredible, and that it just inspires me every time. I became a US citizen in my teens. I follow our culture, I respect our culture, my heritage, my parents, the country. Ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham ko'p immigrantlar kelgan va bu yerda hamma amerikaliklar hammani saylovda qatnashishga va eng yaxshi davlat o'sha ishlarni tanlashga hammani targ'ib qilishgan. Shuning uchun ham bu ayollarga saylov berish uchun huquq hammasi mana shunaqa tarix bilan kelgan ekan. Mana shu yerda hammasi mana 8 million working women need to vote ko'rganingizda shu ayollar ham saylovda qatnashish kerak, shunaqa gaplar, shunaqa targ'ibotlar juda ham ko'p bo'lgan. On the right behind us a little bit. On the left is the U.S. Department of Commerce. I worked for that department for about 6 years. Now, when you look at the Washington Monument on the right, try to see if the color changes a little bit. Because the monument got built about a third of the way, and then because of a depression and lack of funding, the work stopped for over 20 years. And when they went back to work, the original stone wasn't available anymore. So you might see it's... Thomas Jefferson memorialga keldik. Hozir ham avtobusdan tushyapti, biz kutishimiz kerak. Tashqarida juda ham yomg'ir yog'yapti. Bu yerda ham degan narsalar
tushyapti. Mana bu yerda turgan o'sha binoyimiz Thomas Jeffersonda memorial hisoblanadi. Hozir shu yerga boramiz. Hali chiroyli qilib o'sha yerda ichida ham video olishga harakat qilamiz. Mana o'sha Thomas Jeffersonda memorialga ham yetib keldik. Mana bu yerda bir kirishi oldinda manzarani ko'rish. Mana bu o'sha Washington DC'dagi minora. Hozir Thomas Jeffersonda memorialga kirishda turibmiz. Antik ishkan ko'rsataman. Hamma rasmga tushyapti. Thomas Jefferson bu Amerikaning birinchi mustaqillik deklaratsiyasini yozgan inson hisoblanadi. Mana bu yerda haykali. Mana bu memorial. Va har bir burchagida ikki burchakda uni mashhur so'zlari va fotolar yozilgan. Mana bu yerda o'qishingiz mumkin. Behold, these trusts to be self-evident that all men are created equal. Yani birinchi mustaqillik deklaratsiyasida yozilgan so'zlarni yo'lga qo'shgan mashhur so'zlarni ham yo'lga qo'shgan. Bu yerda memorial ochiq. Ya'ni misol uchun tashqariga mana shunday qilib chiqsam bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana tashqaridan hozir yomg'ir yog'yapti. Mana shunday qilib to'rt tomondan ko'rganda to'rt tomondan chiqsangiz bo'ladi. Hamma yer ochiq, shamollar kelib turadi. Bugun juda ham yoqdi. Amerikani endi haqiqiy misol uchun tarixni endi o'rganyapman. Juda ko'p narsalar o'rgandim va buni o'rganishga davom etamiz. Mana ketdik. Abraham Lincoln memorial yodgorligini sayohat qilishga davom etamiz. Hozir ozgincha ma'lumot beraman Abraham Lincoln haqida. Abraham Lincoln Amerikani 16-prezidentidan bo'lgan va uni yana bir ajratib turadigan tomoni u birinchi Republican, ya'ni Respublika prezidentidan bo'lgan. Bu Abraham Lincolnda o'zini kelib chiqishi juda ham hayratlanarli, chunki o'zi kambag'al oiladan chiqqan, 1 yildan kam maktabda o'qigan va o'zini huquqshunos qilgan, ya'ni o'zi huquqni o'qib, mana hech qanaqa universitetga bormasdan 1 yil maktabga borib, o'zi huquq o'rganib, shunday qilib birinchi bo'lib prezident lavozimiga ko'tarilgan inson hisoblanadi. Birinchi bu Abraham juda ko'p urushlarda boshdan kechirgan. Birinchi o'rinda Amerika aytaylik 2ga bo'linib ketayotgan bo'lgan. Juda ko'p shtatlar Amerikadan chiqib ketayotgan bo'lgan va buni keyin Abraham Lincoln Amerikani yana qayta birlashtirish uchun juda ko'p harakatlar qilgan va bunga fuqarolar urushi, ya'ni Civil War ham bog'lanib ketadi. Va shu bilan u Civil War'da juda ko'p muhim ishlarni qayd etgan va Civil War tugagandan keyin 1865-yilda teatrda unga suiqasd uyushtirilgan, ya'ni uni otib o'ldirishgan. Lekin bu Abraham Lincoln Amerikani tarixdagi eng muhim prezidentlardan hisoblanadi. Mana memorialni ko'rishingiz mumkin. Harakat qilaman ko'rsatishga. Bu tomonda o'zini mashhur so'zlari bor. Shunaqa gaplar. Va tashqaridan ko'rish. I have no idea. Mana bu o'sha mashhur Washingtondagi minora hisoblanadi. Mana chiqishingizni ko'rishingiz mumkin, o'sha mashhur yo'lak. Juda ham chiroyli. Do'stlar, ko'zlarimni ishonmayapti. Chiroyli ekan. Wow. Washington DC. Wow.
Gap ko'rish. Hozir basketbolga ketyapmiz. Washington o'zining jamoasida bitta jamoa bor ekan. O'yinini tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana hozir basketbol o'ynadamiz. Washington DC bilan Kansas shtati o'ynayapti. Hozircha o'yin zo'r ketyapti. Hozir sizlarga bitta arenani ko'rsataman. Qani ketdik. Ko'rib turganingizdek mana bizda arenamiz. Bizni shtatimiz afsuski yutqizmoqda, ya'ni 65 ga 81 hisobida. Lekin o'yin yaxshi ketyapti. Arenani atmosferasi juda ham boshqacha. Qani hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Basketbol maydonini ko'rsatishga harakat qilaman. Turganingizda o'yin juda ham qiziq ketyapti. Do'stlar, yana harakat qilaman. Chiroyli video olishga. Ungacha esa sayohatimizni davom ettiramiz. O'sha Amerikaning mashhur bo'lgan basketbol o'yinini ham ko'rdik. Siz ham ko'rishingiz mumkin. Bu bizning arenamiz. Juda ham yaxshi, zo'r. O'sha biz bilgan, oldindan ko'rgan Amerika basketbolini ko'ryapmiz. Returning for the Wizards is Alanis Williams. Meni fikrlarimga keladigan bo'lsak, basketbol o'yishi menga yoqdi. Ular oldindan ozgincha qiziqaman, shuning uchun menga o'yin yoqyapti, ancha qiziqarli. Shu bilan menimcha sayohatimizni davom ettiramiz. Okay, the first day was really good and I really love it, and then I hope the other days are gonna be the same. Except from cold, everything is fine. Basketbol o'yinidan chiqdik. Yana xudo xohlasa, avtobusdan hozir 5 minutga kelib qolsa, mehmonxonaga to'g'ri jo'nab ketamiz. Shu bilan birinchi kunimiz tugadi. Sayohatimizni ikkinchi kunga kutib qoling. I hope you enjoyed watching this video and get something out of it. If you do so, please do not forget to subscribe to the channel and like the video. If you have any questions, please just leave in the comments and I will do my best to answer all of the questions. Just a quick reminder, in my last video I have talked about the mathematical knowledge that you need to know if you are preparing for the SAT math section. If you're preparing for the SAT math section and interested in watching this video, please just go ahead and find it in the channel page, or I'm gonna leave a link to that video in the comment section below. So see you next time.